Shimoliy Makedoniya shimoliy sharqidagi Kochani shahridagi Pulse diskotekasi yonib ketishi oqibatida kamida 50 kishi halok bo'ldi. Bu haqida MIA xabar berdi. Nashrning yozishicha, Ichki ishlar vazirligidan hozircha rasmiy bayonot kelib tushmagan. Biroq rasmiylar o'nlab jabrlanganlar mamlakatning turli shaharlaridagi shifoxonalarga yotqizilganini tasdiqlagan. Voqea sodir bo'lgan vaqtda muassasada 1,5 mingga yaqin odam bo'lgan. Yong'in bugun 16-martga o'tar kechasi mahalliy vaqt bilan taxminan 3:00 da sodir bo'lgan. Taxminlarga ko'ra, yong'inga konsert vaqtida pirotexnika vositalaridan foydalanish sabab bo'lgan. Voqea joyiga bosh vazir va hukumat a'zolari yetib borgan. Qayd etilishicha, qutqaruv xizmatlari yong'in oqibatlarini bartaraf etishda davom etmoqda. Ularga mahalliy aholi ko'mak bermoqda. Mahalliy Vecher nashri xabariga ko'ra, konsert o'tkazilgan tungi klub egasi qo'lga olingan. Ichki ishlar vazirligi tadbir tashkilotchilarini so'roqqa chaqirgan.